Yoz faslining kirib kelishi bilan mamlakatimizdagi bolalar uchun eng quvonchli davrlardan biri yozgi oromgohlar mavsumi boshlanadi. Endilikda o'quvchilar mazmunli hordiq chiqarish, yangi do'stlar orttirish va ijodiy salohiyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bolalikning eng yodda qolarli onlaridan biri bu yozgi oromgohlardagi dam olish kunlari. Yozni intiqlik bilan kutgan o'quvchilar ta'til boshlanishi bilan o'zlari sevgan oromgohlar tomon yo'l oladilar. Aytish kerakki, shu kunlarda mamlakatimizning barcha hududlarida yozgi oromgohlar o'z faoliyatini boshlamoqda. Xususan, O'zbekiston kasb uyushmalari Federatsiyasi Andijon viloyat kengashi tasarrufidagi Bog'shamol bolalar oromgohi ham ayni kunlarda 350 ga yaqin bolajonlarni o'z bag'riga oldi. Betakror tabiat qo'ynidagi bu so'lim maskanning yoqimli shabodasi dam oluvchilarga birdek zavq bag'ishlaydi. Oromgohning birinchi davriga tashrif buyurgan o'quvchi yoshlar uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Oromgohga kelgan bolajonlar dastlab tibbiy ko'riklardan o'tkazilib, oromgohda dam olishni boshladilar. Bolalar o'yingohida maza qilib o'ynayotgan bolajonlarga boqib kishini havasi keladi. Bolalarning samimiy suhbatlaridan ular orasida go'yoki begonasi yo'qligini, atigi bir necha kun ichida bir oiladek bo'lib ketishganini sezasiz. Mana shunday do'stlik muhiti, bahavo tabiat bolajonlar qalbida ezgu tuyg'ularni, samimiy munosabatlarni shakllanishda muhim omil bo'lishi shubhasiz. Aynan bu yilgi yozgi mavsumda biz alohida tarbiyachi yetakchilar jamoasini shunday tayyorlaganmizki, til bo'yicha sertifikatga ega, ular xalqaro darajadagi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarni jamlab olishga harakat qildik. Sabab nimada? Bugungi bolajonlarimiz oddiy bolajonlar emas. Davlat rahbarimiz aytgandek, yangi O'zbekistonni yangi bolajonlariga biz yangi g'oyalar berib, davrani chiroyli kayfiyatda boshlab yakuniga yetkazmoqchimiz. Bugunning o'zida guruhlardagi bolajonlarimizni guruhlarga bo'lib, ularga guruhlarga nom, shiorlar, ular o'zlarini alohida iqtidorlarini, iste'dodlarini bugunning o'zida aniqlab olib, ertaga bolalar festival kunida biz ochilish qilamiz. Ya'ni o'sha bugun kelgan dam oluvchi bolajonlarimizdan tadbirlar tayyorlab, ertaga kechki ota-onalarga katta sahnamizda bayramona kayfiyatda ularga qo'yib beramiz va ramziy ma'noda Bog'shamol oromgohining birinchi davrasini ochilishini e'lon qilamiz. Bundan tashqari hozir o'zida biz chet tillari klubi tashkil etilgan. Aynan chet tillari klubining qoshida o'zimiz tashabbusimiz bilan ingliz tili, rus tili, koreys tili to'garak tillarini ham ochmoqchimiz. Bu bo'yicha alohida mutaxassislarimiz, yetakchi tarbiyachilarimizni qo'shimcha tashabbuskorlikka ko'ra belgilab olamiz va kunlar davomida har kuni sport musobaqalarini qisqa holatda qilamizda. 8-kun sport kunlarimizda to'g'ridan-to'g'ri sportning final qismlarini o'tkazgan holatda o'quvchilarimizni eng zo'rlarini taqdirlab, ularga sport bo'yicha esdalik sovg'alarimizni topshiramiz. Oromgohda ayniqsa bu yil kitob mutolaasiga alohida e'tibor qaratilib, yangi kutubxona tashkil etildi. Bu yerda o'quvchilar o'zlariga yoqqan barcha janrdagi kitoblarni mutolaa qilishlari mumkin. Ayniqsa cho'milish havzasi, barcha sport turlarini o'ynashga mo'ljallangan sport majmuasining rekonstruksiya qilingani bolajonlarning maroqli dam olishlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugun yosh avlodning nafaqat zamonaviy bilimga ega bo'lishlarida, balki bo'sh vaqtlarini mazmunli va maroqli o'tkazishlarda ham keng ko'lamli sharoitlar yaratib berilmoqda. Mazkur oromgohda ham o'quvchilar o'zlari istagan to'garak mashg'ul bo'lib, go'zal tabiat qo'ynida hordiq chiqaradilar. Men bu yerga 4-yil kelishim. Bu yerda boshqa oromgohlar bilan ajralib turish havosi, o'yingohlari, stadion, basseyn, shu kabi har xil o'yinlar, ya'ni tadbirlar, har xil do'stlar bilan tanishamiz, yaxshi o'ynaymiz, kulamiz, maza qilamiz. Ovqatlari yaxshi, xonalari ham yaxshi. Tinch va osoyishta zaminning baxtli avlodlari bolaligini mana shunday betakror lahzalarga to'ldirib ulg'ayadilar.